Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga O'zbekiston yozuvchisi dramaturg Shuhrat tavalludining 108 yilligiga bag'ishlab Oltin zanglamas asariga yozilgan bukcherilerini sizlarning e'tiboringizga havola etadi. Oltin zanglamas O'zbekiston xalq yozuvchisi Shuhrat tomonidan 1963-1965 yillarda yozilgan romandir. Roman ilk marotaba 1967 yilda nashr etilgandir. Shuhratning Oltin zanglamas asarida aks etgan o'zbek xalqining Ikkinchi jahon urushida fashistlarga qarshi mardonavor kurashi, matonatli oila taqdiri va insonlar umrining murakkabligi haqidagi badiiy, hayotiy, falsafiy qarashlar aks etgan. Maqolada asar misolida urush va tinchlikning, yaxshilik va yomonlikning farqlarini ochishga, inson qadri qanchalar oyoq osti qilinganligida ham, chidab bo'lmas qiyinchiliklarda ham o'z qadrini yo'qotmasligi va bunda tom ma'nodagi chinakam inson obrazi, cheksiz ona mehri esa chinakam o'zbek onalari timsoli ekaniga urg'u berilgandir. Oltin zanglamas asarni o'qir ekansiz, asar boshidan shahar qizi va qishloqdan kelgan sodda yigitning muhabbati tasviri, murakkab davrlari, urush yillari va Sodiqjonning jasorati, ona matonati, vafoli yor hamda tirnoqqazor oila, aka-uka munosabatlari, ikkiyuzlamachi insonlar, sadoqatli do'stlar tasvirini o'qib kitobni qo'lingizdan qo'ymaysiz. Asarda faqat ijobiy obrazlar emas, balki salbiy obrazlar ham mohirona yoritib berilgan. Mirsalim obrazi orqali ikkiyuzlamachi, o'z manfaati uchun vatanni sotishdan qo'rqmaydigan insonlar yoritib berilgan. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bu asarda bir necha inson taqdiri va avvalo o'qituvchi degan sharafli va mashaqqatli bo'lgan kasb egasining o'z kasbiga bo'lgan muhabbati, sadoqat bilan ishlashi va bolalarga bo'lgan mehr-muhabbati yaqqol ko'rsatilgan va qancha qiyinchilik ko'rsa ham o'z iymonidan kechmagan, vijdonini, vatanini sotmagan, or-nomus uchun o'limga tik boqadigan, yurt uchun jonini fido qiladigan inson qiyofasida Sodiqjonni tasvirlangan. Bu asar shu darajada qiziqarli asarki, uni